30 yil o'qisizlik qo'limda dedi bir olim shogirdiga. Nimani o'rgandingiz 30 yilda desa 6 qator so'z o'rgandim dedi. Nimani o'rgandingiz? Yer yuzida o'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasida ekan, rizq haqida g'am qilmadim dedi. 30 yilda 6 qator so'zni o'rganib o'qitdi va o'qitdi. Kirgizibdi mo qalbiga. Rizqim Allohning qo'lida ekan, g'am qilmadim deydi. Ikkinchisi nima desa, innamal mu'minuna ikhwa debdi Alloh. Hamma mu'min aka-uka debdi. Birorta mu'minga qalbimda g'illag'ashligim yo'q. Mag'ribdagi bitta musulmonga yomonlik esa xafa bo'ldim, xuddi o'zimga aytgandek, mashriqdagi xursandchilik esa menga aytgandek xursand bo'ldim. Yaxshi. Yana nima o'rgandingiz? Har bitta kishini do'sti bo'lar ekan deydi Ali shagird aytayapti domlasiga. Meni do'stim ibodat ekan deydi. Bular chiqasi do'st emas ekan deydi. Ishonaveringlar, chiqasi do'st emas. Chunki bu do'stlar qabrning ustida turib, ustiga turib tortib qo'yib ketishaveradi. Lekin ibodat degan do'st bor ekan dedi. Men bilan qabrga kirar ekan, ko'prikda oldi turar ekan, tarozda turar ekan, jannatga kirar ekan dedi. Zo'rdan so'ragan. Keyingisi har bitta odamni dushmani bo'lar ekan. Meni dushmanim shayton ekan, shuni tushundim deydi. Keyingisi har bitta odamda uyi bor ekan, meni uyim qabr ekan. O'sha uyimni obod qilishga harakat qildim. Qabrga kirdingiz, qiyomatgacha necha yil bor? Oxirgisi desa, har bitta odamda xaridori bor ekan. Meni xaridorim Azroil ekan dedi. Xuddi kelin kuyoviga yasanib doim tayyor bo'lib turgandek, qachon Azroil kelsa, ketdik deb ketadigan bo'lib tayyor bo'ldim. 6 qator narsani o'rgandim 30 yilda deydi.